kuniga attiga 35 ming so'm. Xalit oyijon. Opog'imga shu sovg'aga zo'rdan smart modadan elektromotorol oldim. To'xtab turing, men hozir tushaman bilan gaplashamiz. Bu yangi avlod yuk tashuvchi elektromotorollar. Zamonaviy LED faralar, akkumulyatori 70 likdan 6 dona, kuchaytirilgan 1800 wattlik motor, zapaska baloni ham mavjud. 4 ta kuchaytirilgan amortizator bilan jihozlangan. Bu motorollerimiz bortida 1,5 tonnagacha yuk ko'taradi va eng qizig'ini aytaymi? Shunaqa sovuq kunlarda issiqqina pechkasi ham bor ekan va katta bolalarni jintrasidan umuman qolishmaydigan luki ham bor ekan. Zamonaviy rul bilan jihozlangan, batareya va tezlik ko'rsatkichi ham mavjud. Yo'lda o'zingizni yanada qulay his qilishingiz uchun avtomat korobka bilan jihozlangan. To'xtang. Orqa kamerasi ham mavjud. Narxiga keladigan bo'lsak, kuniga attiga 35 ming so'm to'lab turib, shu to'choqda egasi bo'ling va o'z shaxsiy biznesingizni yurgizing. To'g'risini ayting, qiziqdingiz-a? Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.